Assalomu alaykum. Qalbi charchagan bo'lsa-da, undan umid har tong unib chiqayotgan, mehrga chanqoq, yuragi dunyoga mehr ulashishni to'xtatmaydigan Qaqnusam. Biz yolg'iz emasmiz. Ha, siz yolg'iz emassiz, Qaqnuzam. Bugun ikkinchi kun. Men sizlarni 40 kun ichida dunyoga yangicha ko'z bilan qarashga o'rgatmoqchi edim. Bugun ikkinchi kunda yana niyat, fikr, mashq qilamiz. Niyatiz esa shunday. Meni charchashga haqliman. Ha, men charchashga haqliman, lekin taslim bo'lishga emas. Fikr, har kunlik kurashim mening jasoratimning isboti. Mashq, yozing. Meni bugun nima charchatdi va nimaga sabr qildim. Bitta kundalik tutasiz va bugun sizni nimalar charchatgani va nimalarga sabr qilganingizni yozib chiqasiz. Qani, qaysi biri biridan ustun ekan? Qaqnusam, o'zingizni ehtiyot qiling. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Men sizlarga yana to'g'ri yo'l ko'rsatishga harakat qilaman. Sizlarni yaxshi ko'raman, Qaqnuslarim.